Kurash jahon sporti. Agar siz kurash bo'yicha murabbiy yoki hakam bo'lsangiz, xalqaro miqyosda faoliyat yuritishni orzu qilsangiz, ingliz tilini tez va samarali o'rganishni istasangiz, vaqtni boy bermang. Endi siz ham xalqaro kurash federatsiyalarida faoliyat olib borishingiz hamda ushbu betakror sport turini dunyo miqyosida keng ommalashtirishga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Xalqaro kurash instituti O'zbekiston kurash federatsiyasi hamkorligida yangi loyiha 3 oylik intensiv ingliz tili kursini tashkil etmoqda. Bu sizga butun jahon kurash olamida o'zingizning munosib o'rningizni topishga yo'l ochadigan noyob imkoniyat. Ushbu kurs O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kurash milliy sport turini rivojlantirish hamda ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida amalga oshirilayotgan kurash mutaxassislarini jahonga eksport qilish maqsadidagi muhim dasturdir. Kurs ishtirokchilari 3 oy davomida intensiv ta'lim, ya'ni ingliz tilini o'zlashtirish va erkin muloqot qila olish darajasi, kurashga oid mutaxassislashtirilgan ingliz tili atamalarini puxta o'rganish, amaliy muloqot mashqlari orqali erkin so'zlashish va tushunish ko'nikmalarini shakllantirishga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, xorijiy mutaxassislar bilan bevosita muloqot va tajriba almashish. Kurs yakunida xalqaro standartlarga mos sertifikat hamda eng iqtidorli bitiruvchilarga xorijiy kurash jamoalarida ishlash imkoniyati yaratiladi. Vaqtni boy bermang.